Hurmatli o'quvchilar, bugun biz sizlar bilan fizika fanidan atom yadrosining tuzilishi, protonlar va neytronlar haqida gaplashamiz. Kishi ko'zi yordamida ko'rish mumkin bo'lgan barcha zarralar makro olamni tashkil etadi. Makro olam obyektlari esa ko'z bilan ham, oddiy mikroskop yordamida ham ko'rinmaydi. Makro obyektlarning eng muhim xususiyatlari ular ham zarra, ham to'lqin ko'rinishda namoyon bo'ladi. Biz bilamizki, barcha moddalar molekulalardan, molekulalar esa atomlardan tashkil topgan. Atom qobig'i va atom yadrosidan iborat. Atom qobig'idagi elektronlar yadro atrofida, undan qat'iy va aniq masofalardagi orbitalar bo'ylab harakatlanadi. Atom elektr neytral zarracha bo'lib, u musbat zaryadli yadro va manfiy zaryadli elektronlardan iborat. Hayotimiz manbai bo'lgan suv molekulasining tuzilishidan ikkita vodorod atomi va bitta kislorod atomidan tashkil topganini ko'rishimiz mumkin. Vodorod atomining yadrosi atrofida bitta elektron aylanib yuradi. Uning yadrosi musbat zaryadli bo'lib, qiymati elektron zaryadiga teng. Bu zaryad proton deb olingan va P harfi bilan belgilanadi. Ernest Rutherford 1919-yilda azotni alfa zarralar, ya'ni geliy yadrolari bilan parchalanishi natijasida ikkinchi elementar zarra bo'lgan protonni kashf etdi. Elektr zaryadini eng kichik qiymati elementar zaryad bo'lib, qiymati E teng 1,6 ko'paytiruv 10 darajasi minus 19 kulonga teng. Bitta elektron zaryadi minus E, bitta proton zaryadi plus E deb olingan. Elektronning massasi 9,1 ko'paytiruv 10 darajasi minus 31 kilogramm. Protonning massasi 1,671 ko'paytiruv 10 darajasi minus 27 kilogramm. Shunday qilib, proton atom yadrosi tarkibidagi zarra bo'lib, qiymati plus 1,6 ko'paytiruv 10 darajasi minus 19 kulon, massasi 1,671 ko'paytiruv 10 darajasi minus 27 kilogrammga teng bo'lib, elektron massasidan 1836,3 marta katta. Kimyoviy elementlar davriy sistemasidagi element tartib raqami nechaga teng bo'lsa, ya'ni uning yadrosi atrofida nechta elektron aylanib yurgan bo'lsa, uning atomi yadrosidagi protonlar soni ham shuncha bo'ladi. Masalan, litiy elementining tartib raqami 3 ga teng bo'lib, atomining yadrosida 3 ta proton, yadro atrofida esa 3 ta elektron bo'ladi. Yadro tuzilishining proton-neytron modeli. Ernest Rutherford, Henri Becquerel, Maria va Pierre Curie'lar, Irene va Frederick Curie'lar atom yadrosini tadqiq qilib, bir qator kimyoviy elementlarni kashf etdilar. 1932-yil James Chadwick atom yadrosida protondan tashqari yana bir og'ir zarra, neytron zarrasi mavjud bo'lishini kashf etdi. Neytron so'zi neytral, zaryadsiz degan ma'noni bildiradi. Neytron zaryadsiz zarra bo'lib, N harfi bilan belgilanadi. Uning massasi elektron massasidan 1838,6 marta katta, ya'ni 1,673 ko'paytiruv 10 darajasi minus 27 kilogrammga teng. Rus fiziki Dmitriy Ivanenko va Werner Karl Heisenberg yadro tuzilishini proton-neytron modelini kashf etdilar. Proton-neytron modeliga ko'ra, atom yadrosi proton va neytronlardan tashkil topgan. Har bir element yadrosidagi protonlar soni shu elementning
davriy sistemasidagi atom raqami Z ga teng. Atom yadrosidagi neutronlar soni n harfi bilan belgilanadi. Yadrodagi protonlar Z va neutronlar n sonining yig'indisi massa soni deb ataladi va A harfi bilan belgilanadi. Yadrodagi protonlar va neutronlar umumiy holda nukleonlar deb, massa soni A nukleonlar soni deb ham ataladi. Atom yadrosi haqida to'liqroq tasavvurga ega bo'lish uchun proton va neytronni elektronga nisbatan qiyosiy tahliliy jadvalini ko'rishimiz mumkin. Jadvalda zarralar nomi elektron, proton, neytron, belgisi elektron E bilan proton P, neytron N bilan belgilanadi. Elektronning zaryadi Qe teng -1,6 ko'paytirib 10 darajasi -19 kulon. Protonning zaryadi Qp teng +1,6 ko'paytirib 10 darajasi -19 kulon. Neytron esa zaryadsiz zarra bo'lganligi uchun Qn teng 0 ga. Elektronning massasi Me teng 9,1 ko'paytirib 10 darajasi -31 kg ga teng. Protonning massasi elektron massasidan 1836,3 marta katta. U holda protonning massasi Mp teng 1,671 ko'paytirib 10 darajasi -27 kg. Neytronning massasi elektron massasidan 1838,6 marta katta. Neytron massasi Mn teng 1,673 ko'paytirib 10 darajasi -27 kg. Jadvaldan ko'rinadiki, protonning massasi Mp va neytronning massasi Mn bir-biriga yaqin bo'lib, taqriban bitta massa atom birligiga teng deb olish mumkin. Bitta massa atom birligi teng 1,10,6605 ko'paytirib 10 darajasi -27 kg. Ayrim kimyoviy elementlar yadrolaridagi nukleonlar haqida ma'lumot. Jadvalimizda elementlarning tartib raqami, nomi, belgilanishi, Z protonlar soni, N neytronlar soni, A esa nukleonlar soni keltirilgan. Masalan, uglerod elementini oladigan bo'lsak, uglerodning tartib raqami 6 ga, belgilanishi S12U6, undagi protonlar soni Z 6 ga, neytronlar soni N 6 ga, massa soni esa jami 12 ga teng. Ikkinchi elementni olamiz. Uran elementini tartib raqami 92 ga, belgilanishi U238 u 92. Bunda protonlar soni 92 ta, neytronlar soni 146 ta, massa soni esa 238 ga teng ekan. Bu jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, protonlar soni neytronlar soniga teng bo'lishi yoki keskin farq qilishi mumkin ekan. Ba'zi kimyoviy elementlarda protonlar soni bir xil, lekin neytronlar soni har xil. Binobarin, massa soni ham har xil bo'lishi mumkin. Masalan, kislorodning izotoplari mavjud bo'lib, A1608 uchun Z8 ga, N8 ga, A16 ga teng. A1708 uchun Z8 ga, N9 ga, A17 ga teng. A1808 uchun Z8 ga, N10 ga, A esa 18 ga teng. Nukleonlar soni bilan farqlanuvchi bir xil kimyoviy elementning turlari izotoplar deyiladi. Mavzuga doir hisoblash ishlari. Masala: kislorod atomining protonlari, neytronlari va elektronlari massalarini aniqlang. Ularning protonlarining massalari elektronlari massalaridan necha marta katta? Kislorod elementida 8 ta elektron, 8 ta proton va 8 ta neytronlari mavjud.
Me jami elektronlarining massasini topish uchun 8 ni ko'paytiramiz. Bitta elektron massasiga, ya'ni 9,1 ko'paytiruv 10 darajasi minus 31 kilogrammga. Bu ham teng 72,8 ko'paytiruv 10 darajasi minus 31 kilogrammga. Bu sonni standart shaklda yozadigan bo'lsak, 7,128 ko'paytiruv 10 darajasi minus 30 kilogramm. Protonlarini massalarini hisoblaymiz. 8 ni ko'paytiramiz. Bitta protonning massasiga 1,671 ko'paytiruv 10 darajasi minus 27 kilogramm. Teng 1,10,000,3368 ko'paytiruv 10 darajasi minus 26 kilogramm. Neutronlarining massasi Mn teng 8 ko'paytiruv 1,673 ko'paytiruv 10 darajasi minus 27 kilogramm. Bu ham teng 1,10,3384 ko'paytiruv 10 darajasi minus 26 kilogramm. Endi protonlarining massalari elektronlari massalaridan necha marta katta ekanligini hisoblab ko'ramiz. N teng M proton taqsim M elektron. Protonlarining massalari 1,10,3368 ko'paytiruv 10 darajasi minus 26 kilogramm. Elektronlarining massalari 7,128 ko'paytiruv 10 darajasi minus 30 kilogramm. Taqriban 0,183,626 ko'paytiruv 10 darajasi 4. Bu ham teng 1836,3. Demak, dars davomida aytganimizdek, haqiqatdan ham protonlarining massasi elektronlari massasidan 1836,3 marta katta ekan. Ikkinchi masala, oltin elementi atomini elektron, proton va neutronlarining zaryadlari qiymatini aniqlang. Elementdan ko'rinib turibdiki, 79 ta elektron, 79 ta proton va neutronlar soni n teng 197 dan ayiramiz 79 teng 118 ta neutron mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Elektronlarining zaryadi Qe teng 79 ni ko'paytiramiz, minus 1,6 ko'paytiruv 10 darajasi minus 19 kulonga. Bu teng minus 1,264 ko'paytiruv 10 darajasi minus 17 kulon. Protonlarining zaryadlari Qp teng 79 ko'paytiruv 1,6 ko'paytiruv 10 darajasi minus 19 kulon. Bu ham teng 1,264 ko'paytiruv 10 darajasi minus 17 kulon. Neutronlarining zaryadi Qn teng 0 ga, chunki neutron zaryadsiz zarra. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, siz aziz o'quvchilar puxta bilimlarni egallab, albatta komil inson bo'lib yetishasiz. Xayr, salomat bo'ling.